Tövende men qattiq teskiraylarning sig'imini o'zira tanishish to'g'risida so'zlab beray. O'tganda ateşim degan detatim paytni so'zlagan bu taimda shuncha jo'shoda detaga shundan paytni so'zlayman. Ben buna mevhum kompüterda sınaq qilib beray. Alam bu detani qaçlaymiz, bu detani asmay shuncha jo'sho degan shu. Detani qaçlaymiz, qaçlab bo'lgandan keyin ijro qilsak shu kompüterdagi qattiq teskirimizni ko'rindi shu orqali tanishilib qolsak bo'ldi. Ama men misol uchun endi mana qaçlab bo'ldi hozir mana bu mehum kompüterda uchraylan bandi. Onun da emizki material ko'chirib qo'ydim shu maqsad shu rayonga tanishish jarayonida material uchib ketmanda ensirash. Shuna bir sizlarning ko'rishinglar uchun va sınaq nisbatiga resim hujjat manda Word hujjati anikin MPSN naqsha suratlik naqsha degandek nimani qo'shib bu detani qaçlab bo'ldi. Mana mana shu. İcra qilsak shu qattiq diskimizdagi real nomisi ko'rindi. Eslan bu Serayin 5-chi, Derayin 5-chi, Erayin 4-chi kinimdi. Mana biz 50 deb yoki 500 deb faraz qilib turmiz amma bu mevhum kompüter bo'lgandan Aba sig'imara 15 gigabayt, so'mamış 15 gigabayt istayatla mashg'ulot qilaman. Mesela Serayin bizning hozirda bu 5 degan bu kichik sig'im odatda kompüterimiz hozir hammasi eng tuban bo'lganda 500 gigabayt qattiq disk saklaydi. Mesela bu hozir 50 deyilib bu sig'im yetishmadi. Men buningga qaysiq 3 gigabayt ishlatib bo'lib 9 gigabayt qopdi. Men bu dirayında mana qetib vermekçi. Bunun üçün olam bu qatmaqçı oğarayını teoriyonu çünkü meyada qısaq oldu. Bevas misadalam məşğulat qılıb. Mən addilam məşğulat qılıb. Mən dirayında mana qetib vermekçi. Dirayında. Onu tərəm çıxıb bu teoriyonu çünkü de çeksek adır bu ona qılsaq aldığı kəsik aldığı qoşdurulka axı kəsik axı qoşdurulka payda oldu. Hazır mesela men Serayin qilib bilib turg'ayishim bo'lsa, oldi tarafdan unda tanishim bo'ldi. Men hozir birji qetib beray. Yakmaya gelsaqim bo'ldi. Bunda istimdi. Startla mashg'ulot qildi. Taxminan birji bo'ldi. Ama 5 muqim sig'mayadi. Baka nimadan birini paydo qildi. Agar mushunda yana o'ng tarafga bilib qilg'ashimiz bo'lsa, va keyin tarafni oyoq qilsak, keyin chiqib yana oyoq bilib turdi degan gap. Ana. Başka tarafdan nim qildi. Hozir shu rayonda oyoq bilib pasib qiladi. Hamda men Serayin qetib vermek istedim mana siz hech qanday
işletmeydigan rayon bazır beyfinçi dep joyishimga tavamiz. Agar mani mustadrishin qiliblam, tijo qilib saqlab etsak, hozir rayon kimlab ketdi hozir biznikidan. Başqa rayondan mening kompyuterim degan yerda ko'rinmaydi. Ana hozir mani o'chirib deb mening kompyuterim chirib qilib baqsa hozir bu sig'im 3 yil uloqqa ma 5 mana. Egamiz aniq arayotgan sig'im yo'q degan gap. Uni qanday qilamiz deganda yanlamış detalga chirib, shu rayonga qaytib bo'ldi degan gap. Mana hozir xibin funchi deb uni sirayon qilib bermoqchi, biz sirayon kengaytmoqchi emasmi? Aslida balki masalan qatib bizga alda sig'im chiq bo'lsa 10 gigamchi birazchi yana qilib berish mumkin. Bu misol uchun mendagi boshliq mashinasi bo'lgan komishinchilik bo'ladi. Mashqasini chekiblam, muqimlashtirib olsak, bu 6 giga yaqin bo'ldi. Buni qilib bo'lgandan keyin cho'qim yana qilganimiz natijo deganni besib olsak, aniq bo'ladi. Mana davomliq rayoncha ko'rib baqadi. Aslida sig'imi 5 chita, hozir 6 giga bo'ldi, bakayev shiltaylik degan. Davomliq mashg'ulot qilsak bo'ldi. Ammo yadma bakaqa yana ma'ni qilib bo'ldi. Buni o'xshash 10 trim chekibman, men chekibman. Xabin funchi qilib makina qilib berdi ma'nunga. Bu 99 da qilib qildi. Qilib bergandan keyin 599 oldi. Endi davomli qilganimiz natijo deganni mashg'ulotni qilib, drishing deganni bassaq. Ma'nosidagi ba'zi nimalar ishlatilib kompyuterni qayta qo'zg'atamsa deydi unda ba'zi ishlatayotgan hujjatlar bo'lsa, unda ishlatib turoldi, ba'zi amalga qo'zg'atmay turib bilan qilib boqamiz, agar muvaffaqiyatli bo'lmasa qayta qo'zg'atsak bo'ldi degan gap. Hozir biz C rayondan C rayonga hozir rayonlarni bo'lib rayon qildik. Hamma ish qilib bo'lgandan keyin ishga qaylab boqamiz, ishga kasallik ma'lumotlar yo'qmi shunga. Amma detalni alaylik va yaxshimish ko'zdan kalib turiblam. Ashta rayonga tanishishilib basiq bo'ldi. Yakum sabba rayonni yana bo'lak qilsak bo'lar, hozir men qilib bo'lgandan keyin shu biz rayonni yana bo'lib o'tishni so'zlab beraman. Hozir mana 3 rayon bo'ldi, D rayoni bilan kichik bo'ldi. Biz mana bizjini sepanga, C rayonga, bizjini sepanga qatib, E rayon qatib o'tdik. Endi qilib baqadi. Mana bu 599, mana bu 3, mana bu 598. Mana ibn ko'chirib qo'ygan detalni shirkka mazmunning hammasi bor degan gap buni. Hech qanday ta'sir kuchirmadi. Endi ma'noda masalan hozir mana 3 rayon bor bu diskamda masalan 503 rayon. Men buni yana parchalab o'tdim deydigan shu bo'lsa, davomliq mana shu orqali qilib qo'ysak bo'ldi yoki ismiyadan o'zimiz bilib olsak bo'lardi degan gap. Lekin ma'nodan bevosita masirayon qilib bersak bo'lardi yana. İstemayatı bir yani yana sirayon qilib berdi. Baka bo'lgandan keyin uni qabin qilib sirayonga belgilab bersak, sirayon hozir 7 ga yaqin bo'lib ketdi. Davomli tijo qilsak eng oxirgi rayondimi ish qilib shu birinchi rayonga ketibadi degan gap. Buni dastlab ishlatganda shu cho'qim qo'shni bo'lgan rayondan nima qilish kerak deb o'ylaydim. Keyin ishlatish jarayonida bevosita qo'shni rayon bo'lmasa, masalan, C rayonining qo'shnisi deymizmi? Deydan atlab o'tib, yinan sig'im cho'ng'at shundan bevosita C rayonga ketib qolsak, muvaffaqiyatli bo'lardi ekan.
Ama dersi sözü bitirdim. Hazır iyi rayondan yani bir gigabayt sorunu seyrayan kırpaya toxtayın gep. Şimdi körüp bakalım. Köse kettikçe yakın mavu 5 yana. Mavu şu rayon bölüp bir şimdi. Mesela diyeyim degende kelik men rayonni. Yani biz ambek üç rayon keme yani biz rayon belirlemek olsak yana oxşaşlam. Qas sığımı çoğun şunu da qıpatayım buldu. Mesela manada şu yani bir rayon bölüp çıkarıp ana xalqran qapırıb etməkçə buna kendin. Kim etməkçə olğanda kim yarını qıldıq bir jedeydi. Baka qıldı bunu biz ayrım bir rayon qılıb mavaliq birləştiriş oldu. Xalqın fünçiligine manada. Ben bunu ayrım qılmaqçı olsam çoğunca fünçi dep ama jedep nim qılıdı bir jedeyim bilen qısaq. Ana kendisini qılıversek mavu sirayında qıqaçqa mavu qayt qozulup kütüğün boldu köpürətlər. Şuňamda sirayındın başqasqa asasen bölmesek oldu. Başqa rayonda sirayn qanım qılıp sistem rayonuna asasen bekçe qılmasak oldu çünkemde. Ama şulatnamısa şu sirayında qılıp berilgandiken işte Nuqul qıldı oldu. Şuna amalba başqa rayonda sirayınğa qıtpasek boldu. Lekin sirayından başqanınğa asasen qatmasak. Ham qatsak manamanda köp ekranda nim qılıp mashg'ulot murakkabroq bo'larkan aynan. Hozir mana bu siraynniki 7G'dan hozir 6G chiqsa hozir buni qo'yadi. Şuna amal var. Sirayınğa sığım yetişmegen çağda başqa rayonda qatıldı. Anlakin sirayından başqa rayonga asasen ketpamsak hem sistem mashg'ulot olgan ki ma'nodagi murakkab holat ko'tab qoldi degan. Şuna sirayından başqa rayonlarga qanday mashg'ulot qilsak bo'lardi. Sirayında mı buldu ama demek ki oğlumuzda bazı hatalıklar yüz verip kalmışson dep. Eğer başka rayonda bevasıta bölsek anda qayt qozulduğu iş görülmeydi bevasıtlam. Bu bizine ayrım bir rayon qılıp qurib o'tibdi. Agar kompüterni chiqatim qo'zg'atdi, hesabda. Shunga shu boshqa rayonda sirayonga qo'ysak normal bo'ladi kompüter qo'zg'alma. Agar sirayondan boshqa rayonga qo'ysak ham dasal mashg'uloti murakkabroq bo'lib qoldi degan gap. Amanda avvalım az uchraydi unda. Ama qaskini o'ylardashda kompüter taqibkin 500 gigabayt sig'im va kompüter Şikayetler maralık sirayon 200 dirayon 300 qilib başta çağıldı. Ama şu detalakla tanışılıp basak buldu. Davamlıq yanıma detalını icra qılımız. Ana mavamda 6G çıptamayaga dirayonda bayna birni ayrim qurib berdi. Mesela ma siyri qisa qada qayt qo'zilib qoldi biz ma yeni qilib baqadi.
Ирайн бевасты bir jiyani baka qilib deb bo'ldim. Bir jiyani baka qilib birinchi deylamak. Ama yada baka oldu. Bunu biz İran işki bölüp tokmaya geldim qildi. Bevasti joqlasak, şu mashg'ulot elib berib formatlabdan bevasti qayta qo'zg'alib ketmaydi. Endi qaylab baqsak hozir qattiq diskan rayonidan 5 olib ketdi degan gap ma'birchi ma'bijitda 30 necha jeydi ekandik. Ana ma'bu shu qattiq diskan rayonlarni o'zaro tanishib berishdim gap. Mesela ma'noda mashqdan birlashtirsak qo'shnisi bilan birlashtiradi ekanmiz. Tanishib qolganda haliqi erkin bo'shliqni xalqqa yaginib qiladi ekanmiz. Ma'lumot arayın içirotli arayını içirotib bo'lgan ekan tijoq qilib kirishni qilsak arayli bakaldan ikki qism birlashtirdik. Aşkısına aşkılaş birleşiklik emas olgan ekan. Buni qarang, ikkisini bevosita o'zaro aniqlayolmay ketib, bir arayni qaytib bersak. Lekin bo'ldi ekan. Ana tijoq qilib ana shan qilsak sig'imdan sho'ldi. Bunlar şu derslikni so'zlab qildim. Qag'inni to'g'ri mashg'ulot qilsanglar bayam ko'rdinglar derslikka o'xshash. Hech qanday materialni yutib ketmaydi. Hamda to'g'ri mashg'ulot qilmay materialni yutib ketsa ham bizdan xafalab sanalmaydi. Derslikni shu foydalansin deb so'zildik. Shuna do'stlarning kelmishlarga alohida diqqat qilib o'zimizning mashg'ulotni to'g'ri qilsak hech qanday ish bo'lmaydi. Mashg'ulotga taqibchilar bilan materialni yutib ketdi deb bizdan xafalsan bo'lmaydi. Maqında iqtidor ekandi. Qattiq tuskana so'runtan fish. Darsga mshayt bo'ldi. Qag'an shunga ishlab bo'lsam, ko'p qilib qilsa qoldi. Ko'pchilik rahmat.